Namehram ayollarning to'rda paranglashishning hukmi. 1. İslam savol javoblari to'ridagi 34841 numberlik fatvo. Savol: Men bir muslima. Men odatda bir xil paranglashish yumshoq detal ishiltaman va bu detalda islomiy kanallarga kirib diniy ilmlarni o'rganaman. Bir qatim men ashundaq islomiy kanallarning birida dars o'rganayotganda o'ziga jo'r izlayotgan bir musulmon yigit men bilan tanishqisi, ayrim paranglashqisi borligini aytdi. Ondan nada yashaydiganligim yeshimni, to'y qilgan qilmaganligimni, men texicha to'y qilmagan bir qiz, to'y qilg'im bar yo'qligini, ota-onam bilan billa yoki yolg'iz yashaydiganligimni so'radi. Mening bilmoqchi bo'lganim, men nomahramlarga mushu xil uchurlarimni aytib bersam bo'lamdi? Javob: barcha hamdu sana Allohga xosdir. Musulmon qiz ayollarning paltak va boshqa detallarni diniy ilm o'rganish maqsadida ishiltishi nomahram erlar bilan paranglashish degandek islomda cheklangan har qanday ishqa sabab bo'lmagan shart ostida durust. Chunki yot erlar bilan paranglashish ko'p qism ahvolda fitnaga sabab bo'ladi. Shu vajidan bu jihatda talabni qattiq qo'yib, buningdan qat'iy saqlanib, Allohning azobidan qo'rqib, Allah'ның razılıqını qo'lga keltirishga tirish kerak. Bu xil paranglashishlar har doim yomon oqibatlarga, kishilarning bir-biriga oshiq bo'lishiga, hatto uningdanmi qabih gunohlarga sabab bo'lib keldi. Bundaq paranglashishlar davomida shayton doim ikki tarafni bir-biriga amaliyotdagidan jalbkor qilib ko'rsatadi-da, ikki taraf orasida ruhni bulg'aydigan moyillik hislari paydo bo'ladi. Shariat fitnaga sabab bo'ladigan har qanday yo'lni cheklaydi. Shu vajidan so'z qilganda naz qilish, namahram ayollarning xilvat qilishi shariat cheklangan. Garchi bu xil detallarda paranglashish ikki taraf bir-birini ko'rib turadigan xilvat qilishning dal o'zi bo'lmasa-mu, lekin hammamizga ma'lum bo'lganidek, bu yanala eng cho'ng fitnaga sabab bo'ladigan ishlarning biridir. Sizning beshingizdan o'tgan ishlar so'zimizga eng yaxshi dalil bo'la oladi. Chunki odatda bir kishi yomon yo'lga ishiltishni maqsad qilmasa, musulmon ayollardan bundaq xususiy uchurlarni osonlikcha so'ray olmaydi. Alloh taoladan qo'rqing. Namahram erlarga gap qilmang. Bu sizning diningiz uchun va qalbingizning pok bo'lishi uchun foydali. Shuni esingizda tutishingiz kerakki, taqvo er bilan to'y qilish Allohning ne'matidir. Halbuki Allohning ne'matini gunoh orqali qo'lga keltirgil bo'lmaydi. Shayx Ibn Jibrindan mundaq so'ralgan: namahram qiz yigitlarning axloqsizlik, muhabbatlashishdan xoli holda o'zaro aloqalashishning hukmi nima? Shayx buningga mundaq javob bergan: har qanday kishining o'ziga mahram bo'ladigan ayollardan boshqa har qanday ayol bilan aloqalashib yurishi durust emas. Chunki buningda fitna bor. Bir odam buningda fitna yo'q deb o'ylashi mumkin. Ammo shayton uni ozdirganga qadar bo'shib qolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning chiqqanligini anglagan kishilarni uningdan qochishga buyurgan va bir kishi Dajjalga mo'min holatida yaqinlashishi mumkin, ammo Dajjal uni fitnaga selib dindan chiqaradi degan. Qiz yigitlar orasidagi aloqa nihoyatda cho'ng fitna va xatarga sabab bo'ladi. Shunga savol so'rg'ichi bundaq aloqalashishni axloqsizlik va muhabbatlashishdan xoli deb aqlagan taqdirdami, uningdan qat'iy saqlanish kerak. Muhammad Musnad to'plagan ayollar haqida fatvolarning 96-betidan elindi. Shaksizki, tordagi paranglashishlarning hammasi nachar qilmish bo'lsa-mu, ammo paranglashish uyi, tor çayxanasida paranglashish elektronlik xat sanduqi orqali paranglashishdan texmi og'ir gunohdir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. 2. Savol javob to'ridagi 12608 numberlik fatvo. Savol: men to'y qilgan 2 bolasi bor bir ayol. Men ba'zida to'rda so'zlashish detal ishiltaman. Shu xil detallarni ishiltib bir bilan paranglash jarayonida menda uningga qarata hissiyot moyilligi bo'ldi. Hatto bu xil hissiyot shu darajaga yetdiki, men o'zimning rasmini elektronlik xat sanduqi orqali uningga avatib berdim. Ammo hozir bu ishimdan to'lim yo'kinyapman va qilganlarimga bakli nomus qilyapman. Sizga shuni aytishni loyiq ko'rdimki, men zinhor axloqsiz qilmishlarni qilmadim va paranglash jarayonida hech qanday sat gaplarni ishiltib boqmadim. Mening qilganlarim harommi? Men shu vaqtdan boshlab Rahman taolodan mag'firat tilab kelyapman. Mushu masalada menga yordam qilishingizni o'tinaman. Javob: barcha hamdu sana Allohga xosdir. Alloh bilan shunisi shaksizki, bu xil paranglashlar siz bilan ashu orasida yuz berganga o'xshash yomonlikqa, fitnaga sabab bo'ladigan bo'lsa haromdir. Haromga aparadigan har qanday narsa harom. Bu haqda 6453 numberlik fatvoga qarang. Ikkinchidan, siz shu harom ishni qilganligingiz uchun Allohga tavba qiling
va Allohdan mag'firat tilang. Siz bu ishingizga darhol pushaymon qilishingiz va shu tor kanallarda namahramlar bilan so'zlashishni darhol to'xtatishingiz, Allohdan bu xatolig'ingizni dunyo va oxiratda yepishni tilishingiz kerak. Biz sizga diniy ilm o'rganish, eringizning va bolalaringizning holidan xabar olish degandek dunyo oxiratligingiz uchun foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishni tavsiya qilamiz. Shaksizki, bu ishlarni ixlos bilan qilsangiz, Allah sizni mukofotlaydi. Shundaqla siz yana vaqtingizning lag'vi ishlar bilan behuda isrof bo'lib ketmaslik uchun solih amallarni ko'plab qilishingiz, soliha ayollar bilan tanishib, aralashib o'tishingiz kerak. Allohdan hidoyat va quvvat tilaymiz. Fatvo beruvchi olim Muhammad Solih al-Munajjid. O'zingiz va boshqalarning ikki dunyolik saodat uchun tarqatib qo'yishni unutmang.